Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, jahannam darvozasiga da'vat qiluvchilar paydo bo'ladi. Kimki ularning da'vatiga javob qilsa, uni jahannam qa'riga uloqtiradilar dedilar. Ya Rasululloh, o'sha kishilarni bizga tavsiflab bering deyishdi. Shunda Rasululloh aytdilar, ular o'z urug'imizdan bo'ladilar, bizning tilimizda so'zlaydilar. Va yana sahobalar, agar biz o'sha davrda hayot bo'lsak, nima qilishimiz kerak deganda, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, musulmonlar jamoasidan ayrilmang, ularning imomlariga ergashing dedilar. Demak, o'shanaqa fitna bo'lgan chog'da turli xil aqidalar, turli xil fatvolar chiqyaptimi? Siz katta jamoaga ergashing. Bugun katta jamoa, ulamosi, qavmi qaysi e'tiqodda, shunga ergashing deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar.